Sharq Turkistonning Qashqar shahriga borgan Shvetsiya parlamentining a'zosi Jonas Sjöstedt ishg'olchi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qartilgan zulmini hamma joyda ko'rgili bo'ladi. Eg'ir qurolli soqchilar ko'chalarda chorlaydi. Hamma joyda kamera nazorat qiladi dedi. Qirg'iziston orqali avtobus bilan Sharq Turkistonning Qashqar shahriga borgan Shvetsiya parlamentining a'zosi Jonas Sjöstedt o'zi shohid bo'lgan ishlar orqali Xitoyning zulmini fosh qildi. Diplomat Sjöstedt 28 sentabr o'zining ijtimoiy aloqa to'ridagi bayonotida mundaq dedi. Qashqar men o'ylagandek hayron qolarliq. Uningda qadimki ko'cha turmushi va o'ziga xos Uyg'ur madaniyati bor bo'lib, O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarni eslatadi. Bu shahar Yepak yo'lining avat mezgilida selingan. Bir necha soat aylanib choyxona va masjidlarni ziyorat qilgan bo'ladi. Ammo dedi, bu uchurlarda Xitoyning Uyg'ur madaniyatini yo'qotayotganligini ta'kidladi. İstanbulda Xitoyning Sharq Turkistondagi erkak qirg'inchilikni tonishtirish maqsad qilingan erkak qirg'inchilikni tonishtirman temasida surat ko'rgazmasi, leksiya va madaniyat faoliyatlari o'tkazildi. Faoliyat Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Turkiya insoniy yordam vaqfi, uning yoshlar sho'basi, Milliy turk o'quvchilar birligi, Turkiya yoshlari tashkilotlar birligi munbiri, Arbaqan vaqfi, Tashqi savdo bilim markazi qatorliq ko'plagan tashkilotlarning hamkorligi bilan tashkillandi. Faoliyat 29 sentabr maxsus ochilish murosimi o'tkazilgan bo'lib, 3 kun davomlashdi. Ko'rgazmada yana Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining tahliliy kameri, bolalar assimilyatsiyasi qilinayotgan tahliliy sinf, tahliliy qiyin-qistoq o'y qatorliqlar tayyorlangandan sart jazo lageriga qamalgan azob chekayotgan kishilarning suratlari, sonliq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan suratlar va erkak qirg'inchilik uchun sizman chaqiriqi bilan Turkiyaning har qaysi joylarida sizilgan rasmlar ko'rgazma qilindi. Amerika hukumati Beyjingni oktyabrning 5-da sun'iy aql o'ziki va o'zak yasash qurollarini Xitoyga to'shilishini cheklash qoidasini yangilash planini ogohlantirdi. Eksportni kontrol qilishni nazorat qiladigan Amerika savdo ministrligi bultur tunji qatim eksport cheklamasini yangilash ustida izlanayotganligini aytgan edi. Boshqa manbalarning aytishicha, bu yangilash Gollandiya va Yaponiyaning yangi qoidasiga asosan texnik ko'p o'zak yasash qurollariga erishishni cheklash va sun'iy idrok o'zikiga eksport cheklamasidagi bir qism yutuqlarni taqashni maqsad qilgan. Amerika Xitoyning Shimoliy Koreyaga bo'lgan ta'siridan foydalanib, bu davlatning jiddiylikni pasaytirish va diplomatiyaga qaytish uchun ilhomlantirish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika Davlat ishlar kotibiyatining bayonotchisi Matthew Miller kundalik muxbirlarning kutilish yig'inida Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya o'rtasidagi hamkorlikning kunsir kuchayotganligi to'g'risidagi savolga javob berdi. Xitoyning Shimoliy Koreyani jiddiylikni pasaytirish va diplomatiyaga qaytish tadbirlarini qo'llanishga ilhomlantiradigan o'zgacha o'rni borligini bayon qilgan Miller, Beyjingning ta'sir kuchidan foydalanib, Pyongyangni bu jihatda ilhomlantirish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Rossiyadagi eng chong tok ishlab chiqarish va tarqatish shirkati Interrail Xitoyga tok yetkazishni azaytishga boshlaganligini e'lon qildi. Interrail tarafidan e'lon qilingan yozma bayonotda Mongoliyaning Rossiyadan import qilgan tokning baho o'sishini qabul qilganligi va bu davlatga tok yetkazishning davomlashganligi bayon qilingan. Bayonotda Xitoy bilan baho o'sishi to'g'risidagi suhbatning davomlashayotganligi bayon qilingan va bu sababdan biz qisman azaytishga boshladik deyilgan.